Keyingi barberimiz bizda Bahrom aka, oramizda eng kattamiz, akamiz bo'ladilar. Bu aka bilan o'sha 14 yildan beri o'rtoqmiz. Aka necha yil o'qitdingiz bor? 18 yil. 18 yil. 18 yildan 9 yil Rossiyada ishlaganlar. Rossiyada nomer 1 barberlardan bittasi bo'lganlar. Mana hammaga bir xil savol beraman. Nimaga bizning klientlar imенно sizni tanlaydi? Nima sababli? Chunki men ularga yarashadigan, yoqadigan obraz qilib berganim uchun bo'lsa kerak. Klientlarda hozir juda ham katta muammo o'ziga to'g'ri yarashadigan prichoska tanlash. Men o'shalarni qilib beraman. Masalan, mana kecha yaqinda bitta kuyovimiz ham keldi. Juda ham kalta soch. O'shani chiroyli qilib orqaga taraf qilib berdim. Ertasi kuni mana rahmat aka, hammaga yoqdi deb, yaxshi o'ziv qoldirdilar bular ham. Bu akamiz sal skromnilar. Akamizda to'g'risi istoriyasi ko'p. Masalan, bitta akamiz bor, Qashqadaryodan samolyotda uchib kelib, sochlarini oldirib, yana uchib ketadilar. Shu darajada. Yana bitta mana Karis akamiz bor, yoshlari 40 dan oshgan, sochlari yojik, aytayotdilar, shu yoshga kirib 40 dan oshib, bunaqa prichoska hech kim qilib bermagan. Mana kimda yojik soch bo'lsa, okey yozilsanglar, muammolarni hal qilib beradilar. Yonlarini chiroyli qilib qanaqa yarashadigan bo'lsa shunaqa qilib beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu hamma aytayotgan gapimiz prosta emas. Masalan, mana tepamizda ham yozib turibdi. Ты не страшный, просто не нашел своего барбера. Kim prichoskasini tanlay olmayotgan bo'lsa, bizning barber shopga kelib, okey yozilsanglar, точно yarashadigan narsa qilib beradi. To'g'rimi? To'g'ri. Hammaga rahmat. Kelinglar, barber shop kult. Ждем вас.